Rossiyada islom endigini tarqalayotgan paytlar edi. Musulmonlar ko'p sinovlarni boshdan kechirayotgan edilar. Bir jangda sahobalardan biri dushman bilan yuzma-yuz keldi. Bu sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni juda yaxshi ko'rgan insoni Usoma ibn Zayd edi. U jang paytida bir mushrikni quvib yetdi. Qilichini ko'targan paytda u kishi birdan la ilaha illalloh deb shahodat kalimasini aytdi. Usoma uning qo'rqqanidan aytayotganini o'yladi. Shu sababli uni baribir o'ldirdi. Jang tugagach bu voqea Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetkazildi. Rasululloh Usomani huzurlariga chaqirdilar. So'ng undan so'radilar: "U la ilaha illalloh deganidan keyin ham uni o'ldirdingmi?" Usoma: "Ey Allohning rasuli, u faqat jonini saqlab qolish uchun aytdi" deb o'yladi. Shunda Rasululloh juda qattiq ta'sirlanib dedilar: "Sen uning qalbini yorib ko'rdingmi?" Bu so'zni Rasululloh bir necha bor takrorladilar. Usoma keyinchalik shunday degan edi: "O'sha kuni shu qadar pushaymon bo'ldimki, go'yo undan oldin musulmon bo'lmagan bo'lsam edi deb orzu qildim. Chunki islomga yangi kirgan odamning avvalgi gunohlari kechiriladi." Bu voqea barcha sahobalarga katta saboq bo'ldi. Insonlarning qalbidagini faqat Alloh biladi. Biz esa faqat ko'rinayotgan holatga qarab hukm qilamiz. Hech qachon birovning niyatini yomon deb gumon qilishga shoshilmang, balki u Allohning huzurida sizdan ham yaxshiroq bandadir. Rasululloh bizga odamlarga rahm shafqat bilan munosabatda bo'lishni, ularning qalbi haqida hukm chiqarmaslikni o'rgatdilar. Har bir insonning haqiqiy holatini faqat Alloh biladi.